Mana quyonchalarimiz o'shin qilyapti. Bularni ham yemlarni qo'ydik oldiga. Sabzi, nimalarni, kepaklarni yeyaptilar. Erkak quyonlarimiz to'ygan. Bu ham bitta qora quyonchamiz tushib qolgan ekan. Bu ham erkak, bu yoqqa hamma erkak quyonchalar. Bu yoq qorilar ham erkak. Go'sht yo'nalishga bularni boqyapman. Mana shunday bularni to'yari qilib beraman yemlarini. Shu uchun go'shtga vesi yaxshi oladilarda, kepak ham yaxshi semirtiradi. Arpa beraman, kepak beraman, sabzi beraman. Sabzi haftasida bir bor dedim-ku. Mana shunday oziqlantirib boraverasiz boqib. Echkichada ham mana shunday. Molni qanday boqasiz? Bu ham shunday toza. Bedani bir vaqtida berasiz. Bu ming dardga davo go'shtlari, o'sha uchun go'shtga talab kuchaygan hozir. O'sha uchun erkak quyonlarimni boqyapman mana shunday qilib. Biz go'shtga yaxshi olsa, bayramga yaxshi nima go'sht ketyapti-da. Uydan so'rab olib, so'yib olib ketyaptilar. Shu uchun bularni ana shunday qilib boqyapmiz mana. Ko'rib tomosha qilib, qanaqa maslahat kerak bo'lsa, qiziqishlaringiz bo'lsa, so'rab kommentariyaga yozib boringlar, men aytib boraman sizlarga. Mana shunday oziqlanib o'tiribdilar. Ular to'ygan yotibdilar. Mana shunday to'ysalar o'zlari chetga chiqib, yeb, chetga chiqalar, yeb, chetga chiqib o'tiradilar.